Assalomu alaykum aziz va muslima bekajonlar. Bugun sizlarga og'izda eriydigan yumshoq ragalik tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 200 gram margarin yoki sariyog', 200 ml qaymoq va 1 dona tuxum sarig'i, 500 gram un, 1 dona 0,5 choy qoshiq razrexlитель. Avvalambor, xuddi videoda ko'rsatib o'tilgandek, margarinni qirg'ichdan o'tkazib, uni uvoq qilib, xuddi videoda ko'rsatilgandek un holatiga keltirib olamiz. Mana xuddi shunaqa holatga kelish kerak bo'ladi. Undan so'ng 1 dona shu tuxum sarig'imizni solamiz. Undan so'ng qaymoqdan so'ng yaxshilab xamir qorib olamiz. Xamirimiz plastilin holatiga kelguncha qoramiz. Agar xamiringiz ozgina yopishqoq bo'lib qolgan bo'lsa, ozgina un sovirishingizni maslahat beraman. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Mana xuddi aytganimdek plastilin holatiga keldi. Qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lib chiqadi. Endi buni strechga o'rab yoki salfan paketga o'rab, xolodilnikka kamida 4 soatga qo'yib qo'yamiz. Keyin orada uni ichiga solinadigan nachinkasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 1 stakan un, yarim stakan shakar, 25 gram eritilgan sariyog', vanilin va koritsa kerak bo'ladi. Hamma massani yaxshilab aralashtirib olamiz. Shunda quruq nachinka bo'lib chiqadi. Buni ragalikdan tashqari boshqa pechonli yoki bulочkalarga ham solib ishlatsangiz bo'ladi nachinka sifatida. Nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi 4 soat o'tdi. Xolodilnikdan xamirni olib, uni rovna 6 частьga bo'lib chiqamiz. 6 частьga bo'lganimizdan keyin uni dumaloq qilib zuvala holatiga keltiramiz. Zuvalalarimiz tayyor bo'ldi. So'ngra buni salfan paketga qolganini o'rab qo'yib, bittasini olib уже yoyishni boshlaymiz. Xamirni yoyganimizdan keyin uni teng qismlarga bo'lib chiqamiz. Hamma o'ziga qarab katta-kichik xohlaganicha kesib chiqib bo'ladi. Keyin ichiga suxoy nachinkamizni solib chiqamiz. Ko'p so'rsangiz hech narsa qilmaydi, chunki bu suxoy chetlaridan chiqib oqib ketmaydi. Mana nachinkalarimiz hammasini joylab oldik. O'tishni holatiga keltirib o'rab olamiz. Keyin buni listlarimizga joylab, qizib turgan oldindan yoqib qo'yilgan duxovkada 200 gradusda pishirib olamiz. Где-то 10-15 minutlarda pishib tayyor bo'lib chiqadi. Duxovkadan olgandan keyin issiq ragaliklarni srazu salfan paketdagi saxarli pudraga solib yaxshilab aralashtirib, keyin dona